Hammaga assalomu alaykum, hamda avtobunachalari. E'tiborlar markazida BMW 520i M Sport komplektatsiyadagi mashinamiz. Ushbu mashinamiz toza nemetskiy mashina 2025 10-oy ishlab chiqarilgan, bosib o'tgan masofasi 5300 km. Koreyaning o'zida bu mashina 26-oyda nomer taqilgan. Xo'p, mashinamizning kraskasi absolyutno top-toza. Bunda 19 razmerdagi E-Sport diskalarda mashinamizda e'tibor berishingiz mumkin. M Sport bo'lgani uchun o'zini M Sport navnaqa tormozdan nakladkalar taqilgan. Bunda kapotdagi o'zi 2 litrli turbo motor, 194 ot kuchi hamda 8 pog'onali avtomatik korobka, orqa privodda harakatlanadi mashinamizda. 4 ta eshik, полный бесключевой достуp, 360 gradus kamera, datchik slipoy zona hammasi bor. Mashinamizda salon ichida полный bunda merino ko'za ishlatiladi. Harman Kardon akustika. Mashinamizda ko'rishingiz mumkin. Xrustalniy vstavka bilan mana bunaqa o'zini plastik bilan отдельный bir dekoratsiya qilib chiroyli qo'yilgan. Mashinamizda head-up display, informatsion tablo, panel pribor и plus free hand tizimi, hatto podstakannik, undan tashqari simsiz zaryadlash tizimigacha ham, tomlargacha ham panorama hisoblanadi. Ikkita oldi sidyeniyamizda abduf abagrev elektropaket plus orqa sidyenlarning o'zida ham podogrevlargacha ham bor. Mashinamizning salon qismi hech qanaqa zamechani yo'q, hammasi ideal holatda saqlanilgan. Agar kimga qiziq bo'lsa, aloqa chiqsanglar bo'ladi. Mashinamizning CIP toshgan narxi $50,000 ga qilib beramiz. E'tiborlar uchun rahmat. Joninglar omon bo'lsin. Hamda avto xizmatinglarda.